Assalomu alaykum. Sizni navbatdagi darsimda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun siz bilan ChatPlace yordamida chatbotlar yasashni o'rganamiz. Undan oldin ChatPlacedan biz ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak bo'ladi va Instagram sahifamizni ham ulab olamiz. Buni qanaqa qilib ketma-ketlikda qilishni ham bugun men sizga darsda o'rgatib qo'yaman. Bu chatbotlar o'zi bizga nima beradi deydigan bo'lsak, chatbotlar yordamida biz obunachilarimizni tezroq yig'ib olishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun Instagramda plus belgisini qoldirsangiz, men sizga direktdan nimadir tashlab beraman degan videolarni ko'rgan bo'lsangiz kerak. Aynan shu videoda ishlatiladigan narsa ham aynan chatbot deyiladi. Ya'ni bizani o'rnimizga direktdan bizani chatbotimiz javob beradi va obunani tekshiradi, majburiy obuna bo'lishga undaydi. ChatPlace saytidan siz men bergan havola orqali ro'yxatdan o'tsangiz, sizga 14 kunlik bepul limit beriladi. Shuning uchun ChatPlace saytidan men bergan havola orqali saytga o'tib olasiz. Bu yerda burchakdagi tugmani bosib, o'zbek tiliga saytni o'zgartirib olsangiz bo'ladi. O'zgartirganingizdan keyin bepul boshlashni bosasiz va ro'yxatdan o'tish degan joyi chiqqan bo'ladi. Hozir menda endi akkauntimdan kirgani uchun akkauntga o'tib yordi. Bu yerdan chiqdi. Mana sizda shunaqa oyna ochiladi. Siz bu yerda ro'yxatdan o'tishni bosib, bemalol Google orqali ro'yxatdan o'tib olsangiz bo'ladi. Mana misol uchun Google orqali ro'yxatdan o'tishni bosdim va bu yerda endi men akkauntlarimdan oldin kirganman. Hozir bundan kirib ko'raman, balkim ro'yxatdan o'tilmagandir bu akkauntda. Xo'p, bundan oldin ro'yxatdan o'tgan ekanman. Xo'p. Qaytadan ro'yxatdan o'tyapman hozir. Sizlar Google orqali ro'yxatdan o'tishni bosib, bitta ro'yxatdan o'tib ketsanglar bo'ladi. Agarda email orqali kiraman desangiz, email pochtangizni xuddi men kirgizgandek kirgizasiz va sizga Hotmailga o'sha tasdiqlash kodi borgan bo'ladi. Hozir endi men tasdiqlash kodini o'sha pochtaga kelganini yozib olishim kerak. Hop, hozir bu pochtamga сообщение kelmadi, shuning uchun boshqa pochta qo'yibman. Boshqa pochta qo'ydim. Endi bu pochtamga hozir xabar keladi. Xo'p, agarda sizga pochtangizga xabar kelmagan bo'lsa, spam degan joyidan qarab tekshirib ko'rsangiz bo'ladi. Bu yerda biz shunchaki xohlagan tugmalarimizni bosib, so'rovnomadan o'tib olishimiz kerak bo'ladi va bu yerda biz Instagram akkauntimizni ulaymiz. Instagram bilan davom etishni bosdim. Bosganimdan keyin men bu yerdan Instagram akkauntimni kiritishim kerak bo'ladi. Lekin undan oldin yaxshilab ahamiyat beringlar. Instagram akkauntingiz professionalniga o'tkazilganmi yo'qmi? Shuni ko'rib, tekshirib, keyin akkauntinglarni ulaganingiz yaxshi. Bitta istalgan hozir Instagram akkauntimga ChatPlace'ni hozir men ulab ko'raman. Xo'p, Instagram akkauntimga kirishim uchun menga WhatsAppimga hozir kod keldi. Kodni yozib, Instagram akkauntim menikiligini tasdiqlab olaman. Bo'ldi, bu yerda biz razрешить bosamiz. Razрешить bosganimizdan keyin bizdan yana mana shunaqa hozir tasdiqlash tugmasi chiqadi. Xo'p, sizlarda bunaqa oyna chiqmaydi agarda Instagramni oldin boshqa ChatPlace'ga ulamagan bo'lsanglar. Xo'p, mana bu akkauntim boshqa ChatPlace'ga ulangan bo'lgan ekan, u yerdan endi o'chiryapman. Shunchaki tasdiqlash knopkasini bosish orqali. Bo'ldi, tayyorni bosdim.
Sizlarda 14 kunlik bepul chiqadi. Menda hozir havola orqali o'tmaganim uchun 7 kunlik chiqdi. Undan keyin biza aynan shu joyda kartamizni ulab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Virali plus AI agenti bosib, bu yoqqa o'zimizning Visa kartamizni ulab qo'ysak bo'ladi. Visa kartamiz o'sha aytgandek bizaga pulli tarifi, Chatplace Pro tarifini menga 7 kun, atak sizga 14 kun bepulga foydalanish imkoniyatini beradi. Misol uchun sizga servis yoqmasa, bemalol 14 kunda olib tashlasangiz bo'ladi. 13-kundan keyin olib tashlasangiz ham sizdan hech qanaqa pul yechib olinmaydi. Mana mendan ham hozir 27-aprel kuni pul yechamiz deyapti. Bo'ldi, 7 kun bepul yoqishni bosdim. Xo'p, hozir men kiritgan karta raqamim O'zbekistonniki bo'lmagani uchun, virtual karta bo'lgani uchun o'zbek so'mini birinchi tanlab, keyin karta kiritganim uchun qabul qilinmadi. Hozir endi men boshqa o'sha USDT, ya'ni Amerikani o'sha dollarini tanlab, hozir endi karta raqamimni ulayapman. Ana menda Pro tarifi faollashtirildi. Xo'p, davom etishni bosdim. Davom etishni bosganimdan keyin hozir endi men sizlarga Chatplace'ni tanishtirib beraman. Qaranglar. Biza asosiy menyuga o'tganimizdan keyin bu yoqda bizada tezkor start degan bo'lim turibdi. Xo'p, bu yoqda biza Viralini sinab ko'rish tugmasini bosib, Viralini funksiyalaridan foydalanib ko'rsak bo'ladi. Biz sizlar bilan Viralida karusel posta tayyorlagan edik. Endi Viralini ko'proq funksiyalarini hozir men sizga ushbu darslarimizda o'rgatib beraman. Xo'p, bosh sahifa aynan uycha belgisining tagida bizda avtomatlashtirishlar belgisi turibdi. Buni bosganimdan keyin bu yoqda ko'rib turganingizdek kalit so'zli chatbot degan yozuv turibdi. Kalit so'zli chatbot o'zi nima? Kalit so'zli chatbot o'sha bizda Instagramda plus belgisini qoldirsangiz, men sizga direktdan maxsus havolani, qo'llanmani, promptni va hokazo istalgan o'sha narxlarni tashlab beraman deb avtomatik ravishda direktdan o'sha xabarni, qo'llanmani tashlab beradigan chatbot. Bu chatbotlar bizga obunachi yig'ishimizga juda ham yaqindan yordam beradi va men 70 mingdan oshiq obunachilarimni aynan 80-70% ni chatbotlar yordamida yig'ganman. Siz ham bemalol telefoningiz yordamida shunaqa kalit so'zli chatbotlarni bemalol tayyorlab olsangiz bo'ladi. Buning uchun kalit so'zli chatbot tugmasini bosamiz. Kalit so'zli chatbot tugmasini bosganimizdan keyin bu yoqda biz hozir ulab olgan akkauntimizni tanlaymiz, obunani tekshirish tugmasini yoqib qo'yamiz va bu yoqda direktga xabar yoki Reels yoki postga izoh degan tugmani bosib biza o'rnatib olishimiz kerak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bu juda ham oson. Xo'p, Reels yoki postga izoh degan tugmani men bosdim deylik. Endi bizani o'sha har qanaqa izohga javob berish kerakmi chatbotimiz yoki kalit so'z, imенно qanaqadir kalit so'zga javob berish kerakmi? Shuni biza tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Asosan kalit so'z bilan izoh tugmasini bosamiz. Chunki har qanaqa izohga biz tanlab qo'yadigan bo'lsak, bizani o'sha kommentariyamizda har qanaqa izohga chatbot ishlab ketib qoladi. Shuning uchun biza kalit so'z bilan izohni tanlaymiz. Va pastga biza aynan kalit so'zni aytamiz. Misol uchun plus belgisini men yozdim va tagida ko'rib turganingizdek aniq moslik degan o'sha belgi turibdi. Agar biz aniq moslikka bosib qo'yadigan bo'lsak, faqatgina bir dona plus belgisini qoldirsagina chatbotimiz ishlaydi. Lekin aniq moslikka biz yoqib qo'ymasak, bizani kommentariyamizga 5 ta plus yoki yana nimadir yozuv bilan birga plusni qoldirishsa ham bizani chatbotimiz ishlayveradi. Men sizga aniq moslikka yoqib qo'ymaslikni tavsiya qilgan bo'lardim, chunki ko'pchilik o'sha kommentariyaga yozganda adashadi, adashgan paytda bizani chatbotimiz ishlamay qoladi. Shuning uchun aniq moslikka biz yoqmaymiz va tagida barcha publikatsiyalar va tanlangan degan tugma turibdi. Agar biz tanlanganni bossak, ma'lum bir oldin qo'ygan videomizni tanlaymiz. Aynan shu videoning izohida faqat plus belgisini qoldirishsagina bizani chatbotimiz ishlaydi. Agarda barcha publikatsiyalarni bosib qo'ysak, istalgan publikatsiyani izohiga plus belgisini qoldirsangiz, istalganida shu chatbotimiz ishlab ketadi. Video qo'yishdan oldin barcha publikatsiyalar tugmasini bosib biz yoqib qo'ysak bo'ladi. Undan keyin tanlangan degan tugmani bosib, o'sha qo'ygan videomizni tanlab,
chatbotimizni aynan shu videoni o'zida ishlaydigan qilib ulab qo'ysak bo'ladi. Men hozircha barcha publikatsiyalarni bosib qo'ydim. Keyinni bosdim. Keyinni bosganimdan keyin bizga juda ham o'sha qulay bo'lgan qilib shablonlarni o'rnatib qo'yilgan. Misol uchun xabar sozlamalari. Qarang, xabar sozlamalarida salom chatbotlarni sozlash darsini olishni xohlaysizmi? Isroil AI akkauntiga obuna bo'ling va tugmani bosing degan tugma turibdi. Bizda bu yoqda istalgan xabarni yozsak bo'ladi. Misol uchun salom, Nuvi kursi haqida batafsil ma'lumot olishni xohlaysizmi? Bo'ldi. Shu savol bilan tugatdim. Tagidagi olish degan yozuv bu tugma. Aynan shu tepadagi xabarni tugmasi bo'ladi. Ha, xohlayman deb tugmani o'zgartirib qo'ydim. Pastida agarda bizga obuna bo'lmagan odam ha xohlaymanni bossa, boradigan xabarni biz o'zgartirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Agar obuna bo'lmasa, aynan shunaqa xabar boradigan bo'ladi. Misol uchun, afsus, batafsil ma'lumotni faqatgina obunachilarimga beraman. Iltimos, avval obuna bo'ling, keyin esa pastdagi tugmani bosing. Bo'ldi. Endi bu yoqga biz keyingi tugmamizni o'zgartirib qo'yamiz. Misol uchun obuna bo'ldim deb o'zgartirib qo'ydim. Endi ko'ramiz, qaranglar. Bizda salomlashuv xabari birinchi bo'lib kelyapti. Misol uchun siz kommentariyaga plus belgisini qoldirdingiz, sirazu bizga direktdan salomlashuv xabari kelyapti. Undan keyin ha xohlaymanni bosildi. Agar ha xohlaymanni bosgandan keyin bizga obuna bo'lmagan bo'lsa, ushbu ikkinchi xabar boradi. Afsus, batafsil ma'lumotni faqatgina obunachilarimga beraman degan xabar boradi. Lekin siz oldin bizning sahifamizga obuna bo'lib, keyingina kommentariy yozgan bo'lsangiz, salom, Nuvi kurs haqida batafsil ma'lumot olish xohlaysizmi degan xabar keladi. Ha xohlaymanni bossangiz, undan keyin o'sha obuna bo'lgandan keyin keladigan xabar zo'r, quyidagi tugmani bosing va darsni tomosha qilishni boshlang degan bizga xabar keladi. Xo'p, bu yoqda 3-chi biza xabarimizni xohlasak o'zgartiramiz, xohlasak qoldirsak bo'ladi. Hammasi shablonli qilib qo'yilgan va pastida tugmani bosib, batafsil ma'lumotni o'zgartirdim. Sig'mas ekan batafsil ma'lumot olish degani. Quyidagi tugmani bosing va batafsil ma'lumot olish uchun adminga yozing deb o'zgartirib qo'ydim. Xo'p. Bo'ldi, bu xabarimiz ham o'zgardi. Biz eng tagiga o'zimizning havolamizni qo'yib qo'yamiz. Tugmani batafsil ma'lumot tugmasini bosgandan keyin qanaqa o'sha misol uchun Telegram ochiladimi, sayt ochiladimi, o'shani yozib qo'yamiz. Men Telegramni yozyapman. Telegramni yozayotgan paytimizda https deb o'sha tugmalarga o'sha o'zimizning silkamizni qo'yib olishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun telegram.me/ u yog'iga novi admin deb yozib qo'ydim va keyin tugmasini bosdim. Keyin tugmasini bosganimdan keyin bizda 3-qadam oynasi ochilyapti. Biz bu yoqda izohlarga avtomatik javoblar tugmasini bosib, plus belgisini kommentariyaga qoldirgandan keyin kommentariyani o'zida javob beradigan xabarni o'zgartirib qo'yamiz. Misol uchun direktdan yubordim deb yozadigan qilib qo'yamiz. Direktdan yubordim. Direktdan yubordim. Hammasiga shunaqa qilib yozib qo'ysangiz bo'ladi yoki hammasiga har xil qilib yozib qo'ysak bo'ladi. O'zi undan oldin ham tayyor shablon qilib bizga qoldirib qo'yishgan. Shularni o'zini qoldirsak ham bo'ladi. Bizda bu qanaqa ko'rinishga ega bo'ladi? Tepada telefonni belgisi turibdi. Shuni bosganimda mana ko'ryapsizlar, bizga shunaqa boradi. Xabar bo'limida bo'lsa, aynan shu ko'rib turganingizdek bizda ketma-ketlik boradi. Zo'r. Yaratishni bosdim. Yaratishni bosganimdan keyin bizda avtomatizatsiyalar o'sha bizda yaratildi. Avtomatizatsiyalarga o'tishni bosganimdan keyin bemalol biz test qilib ko'rsak bo'ladi. Misol uchun Instagramga kiramiz. Instagramga kirganimizdan keyin hozirgi akkauntimni topib, shu video izohiga yoki istalgan videoning izohiga plus belgisini qoldirdim. Xo'p, plus belgisini qoldirganimdan keyin mana ko'ryapsizlar, zaprosga menga xabar kelib tushgan. Videoning izohida ham menga zo'r
Payimingizni tekshiring, hammasi shu yerda degan yozuv keldi. Tekshirdim. Mana bu yoqda menga xabar kelgan. Ha xohlaymanni bosdim. Ha xohlaymanni bosganimdan keyin menga keyingi xabar keladi. Mana afsus, batafsil ma'lumotni faqatgina obunachilarimga beraman. Iltimos avval obuna bo'ling. Obuna bo'ldimmi bossam yana shu xabar keladi. Chunki men obuna bo'lmaganman. Endi obuna bo'lib qo'yaman-da. Mana. Obuna bo'ldimmi bosaman. Obuna bo'ldimmi bosganimdan keyin menga zo'r quyidagi tugmani bosing va batafsil ma'lumot olish uchun adminga yozing degan xabar chiqyapti va menda Telegramim ochiladi. Adminga bemalol yozsam bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar. Umuman olganda chatbotlar yasash juda ham oson bo'lgan ish. Men o'zimni profilimda ham aynan chatbotlarimni ko'p ishlataman va shuning orqasidan menga yaxshigina obunachilar yig'iladi. Misol uchun sizga qaysi videoni olib ko'rsatsam bo'ladi? Qanaqa qilib bepulga siz ham xuddi shunaqa rasmga o'zingiz yuzingizni qo'yib tayyorlashni o'rganishni xohlaysizmi? Videoni oxirigacha ko'ring. 30 soniyada men sizga o'rgatib qo'yaman. Mana Telegram kanalimdan promptda kopировать qilib olasiz va istalgan bitta rasmingizni. Siz ham aynan shu yo'l bilan obunachilaringizni yig'ib olsangiz bo'ladi. Endi sizga uyga vazifa deydigan bo'lsam, shunaqa chatbot yasang, bu juda ham oson bo'lgan ish. Shu chatbotni o'zingizning Instagram sahifangizga yoki mijozlaringiz bo'lsa, mijozlaringizga o'rnatib, shunaqa lead magnet deganda aynan qanaqadir to'liq qo'llanma beraman. Shu qo'llanmani olish uchun avval menga obuna bo'ling degan video chiqaring va bizga yuboring. Aynan chatbotni o'zi sizga obunachilar yig'ishingizga juda ham yaqindan yordam beradi. Albatta sinab ko'ring va keyingi darsda ko'rishguncha salomat bo'ling.